Yonchalarimizda yangilik. Liniyasi bor quyonlarimiz tug'ildi. Qornichalari to'q. Baloqcha bo'lib ochib. Mana qonni. Quyonni birasini ushlasa enasi yeb qo'yadi degan gaplar mif, yolg'on gaplar. Avval junini ushlab, qo'lga quyonni hidi o'tirgandan keyin bolalarni xohlagancha ushlab obro'botga qilsa bo'ladi. Tekshirib qo'yish kerak. Bir kunda bir mahal qancha sut beryapti, qancha sut yo'q. Mana shunisidan hozir unchalik yaxshi emizmayapti, qolganlariga nisbatan kichkinaroq. Qorni ham juda to'q emas. Misol uchun solishtirish uchun ikkitani bitta qilinsa, ancha farq ko'radi. Shuni yaxshi emizmayapti ekan. Enasini qo'lga ushlab turib, bolasini qorniga qo'yilsa, shu emizilmaganlarni emizadi.